Agar shuni falonchiga yetkazib qo'ying iltimos, menga katta yaxshilik qilgan bo'lardingiz, odamdan yaxshilik qoladi deysiz. Shu bitta iltimos sababli qamalib ketganlar qancha? Bu tasodif emas, bu sizga qo'yilgan tayyor tuzoq bo'lishi mumkin. Birinchidan, notanish yoki shubhali odamdan hech qanday buyum, tugun yoki pul olmang va vaqtincha saqlab turaman demang. Begona shaxsning iltimosi siz uchun to'g'ridan-to'g'ri qamoq xavfi bo'lishi mumkin. Ikkinchidan, agarda sizga nisbatan tezkor tadbir o'tkazilsa, sarosimaga tushmang. Xodimlardan o'zini tanishtirishini, xolislar yoki guvohlar qatnashishini va jarayon to'liq videoga olinishini talab qiling. Uchinchidan, ruhiy yoki jismoniy bosim ostida hech narsaga imzo chekmang. Agarda buyum sizga tegishli bo'lmasa yoki tashlab qo'yilgan bo'lsa, bayonnomaga o'zingizning qo'lingiz bilan bu buyum menga tegishli emas va kimga tegishliligini bilsangiz, o'sha odamning ismini yozib, shunga tegishli deb yozib qo'ying. Hamda advokat kelguncha ko'rsatuv bermang. Agarda bu video foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosib, saqlab qo'ying va yaqinlaringizga yuborib qo'ying.